Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Kecha kunduzning almashib turadiganligi hammamizga ayon. Shundaq, kecha va kunduz amallarning xazinasidir. Xazinamizni texmo beyitish uchun qalblarimizni, ruhlarimizni yangilab turishimiz lozim. Hayot yoshlarni qaritib, yashanganlarni uzitib qo'yibdi. Yillar bir-birini qo'g'lishib o'tib ketyapti. Ba'zimiz uchun bir kun bir yildek o'tsa, yana ba'zimiz uchun bir yil bir kundek o'tmoqda. Natijada hammamiz Allohning dargohiga qarab ketyapmiz. Insonlar bir yilni o'tkazgan bo'lsa, qiyomatda hisob beradigan bir yil bilan xo'shlashgan bo'ladi. Bir kun o'tsa, shu bir kundan qiyomat kuni hisob beriladi. Bu haqda 2-xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq deydi. Sizlar hisob elinishdan burun o'z-o'zinglardan hisob elinglar, amalinglar taroziga qo'yilishdan burun uni o'zinglar tortib ko'ringlar deydi. Yana Ibn Qayyim Javziy rahimahulloh mundaq deydi. Inson o'z nafsidan hisob elish uchun eng avval Allohning ne'matlari bilan birga o'zining yaxshi amallari va gunohlarini selishtirganida oradagi farq oshkora bo'ladi. Natijada Allohning fazli va marhamati bo'lmaydigan bo'lsa, o'zining halok bo'ladiganligini biladi. O'zining aybini bilgan kishilar to'g'ri yo'lga qarab yuzlanalaydi. O'z nafsidan hisob elish mundaq ikki turlik bo'ladi. Birinchi, bir amalni qilishdan ilgari o'zidan hisob elish. Ya'ni bu amalim Alloh va Allohning rasulining amriga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Agar uyg'un bo'lsa, savob umid qilib davom qilish. Agar uyg'un bo'lmasa, darhol qo'l uzish kerak. Ikkinchi, bir amalni qilib bo'lgandan keyin o'zidan hisob elish. Ya'ni qilgan amalining xatoligini bilgan aman tavba qilish va to'g'rilashga aldirash. Biz Uyg'urlarda o'zini so'ragan xonning oldiga bormabdi degan maqol tamsil bor. Demakki, aqlli, dono kishi har vaqt o'zini tekshirib, xato ketgan taraflarini tuzitadi, to'g'ri, yaxshi qilgan taraflarini texim mustahkamlab turadi. Bu muborak Ramazon oyiga o'z nafsidan hisob olgan holatda kirgan kishiga muborak bo'lsin. O'zidan hisob elishni, hayot yo'linishini to'g'rilashni, hayot musofasining xatoliklarini tuzatgan holatda davom qilishni maqsad qilgan kishi bu muborak oyda o'zini o'ngshib olishi lozim. Chunki bu oyda qilgan ibodat boshqa oyda qilgan ibodatdan alohida farqli bo'ladi. Bu oy biz uchun oltin fursat bo'lib, bizni ozdiradigan shaytonlar bog'lanadi, mag'firat, rahmat eshiklari dog'dam echiladi. Musulmon kishi bu oyda amal ibodatlarini ko'paytiradi, ixlosini yangilaydi, Allohga bevosita bog'lanadi. Inson hayotida qilgan har bir ishning hisobi bo'ladi. Buning foyda ziyni har vaqt hisoblanib turadi. Lekin inson g'ofillik va parvosizligidan bularni his qila olmaydi. Amaliyotda Allohning ikki farishtasi insonning qilgan etganlarini har daqiqa to'liq yozib turadi. Maxsus bir daftar tutib, o'zining qilgan yaxshi yomon ishlarini xotirlab yozib, o'zidan hisob elib turadigan, yomonliklaridan ibrat elib tavba qilib mangan kishilar bormidi? Albatta bo'lishi mumkin. Ana shundoq kishilarning qiyomatdagi hisob kitobi cho'qim oson bo'ladi. Alloh har birimizni hayotimiz uchun yangi bir sahifa ochishga, bu muborak oyni hayotimizdagi yangi boshlanishga vasila qilib bersin. Qiyomatdagi hisobimizni oson qilib bersin. Kelgendur nusret, musulmonlar aziz bulgan aş ahiri, hemmisi rahmet, Rahmanimiz razı bulgan aş.